Risksiz bitimlar nima va ular bilan qanday ishlash kerak? Risksiz bitimlar bu nol risk bilan savdo qilish imkonini beruvchi vosita. Bunday bitim ijobiy natija bilan yakunlansa, to'liq investitsiya summasi bilan birga balansingizga tushadi. Salbiy natija esa balans holatiga ta'sir qilmaydi. Risksiz bitimlar ikki xil bo'ladi: real va bonusli. Bonusli bitimlar bo'yicha to'lovlar bonus hisobiga, real bitimlar bo'yicha to'lovlar esa real savdo hisobiga tushadi. Risksiz bitimlar maxsus promokod yordamida depozit kiritilganda taqdim etiladi. Bitimlarning turi, soni va miqdori muayyan aksiya yoki promokod shartlariga bog'liq. Mavjud risksiz bitimlarni kompyuter versiyasida terminalning o'ng tomonida yashil yuqoriga tugmasi ustida, binarium mobil versiyasida esa investitsiya summasini kiritish maydonida ko'rishingiz mumkin. Ko'rib chiqamiz. Masalan, siz maxsus promokod yordamida hisobingizni $100 to'ldirasiz. Ushbu promokod sizga har biri $5lik 3 ta bonusli risksiz bitim olish imkonini beradi. $100 real hisobingizga tushadi. Taqdim etilgan bitimlar esa terminalda aks etadi. Endi siz oz mablag'laringizdan foydalanmasdan har biri $5dan jami $15lik 3 ta bitim ochishingiz mumkin. E'tibor bering, bonusli risksiz bitimlarning taqdim etilishi bonus mablag'larni yechib olish uchun bajarilishi kerak bo'lgan savdo aylanmasiga ta'sir qiladi. Agar siz $15lik bonusli bitimlar olgan bo'lsangiz, talab qilinadigan savdo aylanmasi $600 ga oshadi. Mablag' yechib olinganda faollashtirilmagan bonusli risksiz bitimlar bekor qilinadi. Endi real risksiz bitimlar bilan qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Masalan, siz hisobingizni $50 ga to'ldirasiz va har biri $1dan 10 ta real risksiz bitim olasiz. Ularning umumiy summasi $10 ni tashkil qiladi. Ushbu summa real hisobingizda rezerv qilinadi va bonus mablag'lariga o'tkaziladi. Real hisobga tushgan risksiz bitimlardan olingan foydani hech qanday qo'shimcha shartlarsiz darhol yechib olish mumkin. Bonus hisobidagi mablag'larni yechib olish uchun esa bonusni ishlatib chiqish bo'yicha standart qoidalar amal qiladi. Risksiz bitimlar haqida batafsil ma'lumotni sayt yoki Binarium terminalidagi ta'lim bo'limidan olishingiz mumkin. Binariumda sizga foydali savdolar tilaymiz.